Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar, agrotexnika ishqibozlari. Toshkent shahri Izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'konimizda yangilik vakuumli drobilkalarimiz yetib keldi. Sizlarga to'liq ma'lumotini berib, narxi bilan tanishtirib o'taman. Ikki xil modeli kelgan. 300 kilo chiqaradigan varianti bor, soatiga 500 kilo chiqaradigan varianti bor. Katta kichikligiga qarab narx o'zgaraveradi. Ikkovi ham 220 tokda ishlaydi. Oddiy uy sharoitida bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Kichkinasidan boshlaymiz. Komplektida 4 xil setkasi bor. Yorma un kepay darajasida 4 xil razmer bilan bemalol maydalasalaring bo'laveradi. Kentaur brendi ostida ishlab chiqarilgan bunkerlari ham anchagina baquvvat bunkerlardan hisoblanadi. Shlankasi 50 razmerli shlankadan tortadi. 1 soatda aytganimdek 300 kilogacha don maydalaydi. Motor quvvati 3 kilovatli motor bilan kelgan. Pichoqlarni ko'rib turibsizlar, anchagina baquvvat komplektda aytganimdek 4 xil setkalari bor. Narxi kimga qiziq bo'lsa, o'zini paytida 400 dollargacha sotilgan mana shu drobilkamiz. Narxi 300 dollar qilib beramiz. Hozir skitkada 300 dollar qilib beramiz mana shu drobilkamizni. Katta varianti polni chugun bo'ladi. Bunkerlari ham katta, mana setkasini ham ko'rib turibsizlar. Bunda ham 4 xil setka bor. Mana 20 sm setkasini, mana gabaritini farqini ham ko'rib turibsizlar. Bu anchagina katta. Qozoni ham, bunkeri ham anchagina katta. 1 soatda bu 500 kilogacha donni maydalab beradi, ko'rishlaring mumkin. Buni pichoqlari ham dvaynoy qilingan, juda ham qalin pichoqlar bilan jihozlangan. Buni motori 4 kilovatli motor 220 da ishlaydi. Xohlovchilarga mana shu katta drobilkamizda 380 lik varianti ham bor, ya'ni 3 fazali 5 kilovatli motor bilan ham qilib beraveramiz. Narxi o'zgarmaydi. 1 soatda 500 kilogacha donni maydalash xususiyatiga ega. Ikki xili bor aytganimdek. Kattasini narxini 350 dollar qilib beramiz. Xohlasangiz 3 fazali motor bilan oling, xohlasangiz 220 da ishlaydigan motor bilan olinglar. Bemalol sifat bo'yicha ham boshqa joylar bilan solishtirib ko'ringlar. Chugunli, juda ham ko'pchilik qiziqadi bunga, baquvvat bo'ladi. Aytganimdek, kichkina varianti bor, katta varianti bor. Ikkovida ham 4 xil setkasi bo'ladi komplektida. Manzilimiz Toshkentda Izza bozori oldida joylashgan. Xohlaganlarga mana shunday tayyor qilib ishlatib beramiz. Xohlaganlarga upakovka holatda ham bor. Narxi, oxirgi narxi 300 dollarga 350 dollar, skitka narxida shoshilib qoladigan joyi.